Assalomu alaykum Yunus aka. Alaykum assalom. To'g'ri hali ham to'xtamayaptimi aka? Qachon to'xtagan to'g'ri? O'zbekimni yurishi bor ekan, to'xtamayapti to'g'ri. Ukam, nimaga keluvding? Osh yeganiga keldim aka. 5 metr bularni berib yuborib to'g'raligini qilib beraman senga ukam. Hali ham qo'chqor go'shti olsizmi Yunus aka? Qachon urg'ot soluvdimmi? Joningiz sog' bo'lsin. Qo'chqor hammasi, cho'chima. Rulet bormi, rulet? Bor ukam. Sen yeyman deysan, top bermayman rulet. Ukam, mana bir ko'rsatib beruvdim, nima qilasan, esingdami? Esimda aka. O'zim boqqan qo'chqor-da bu. O'zim boqqan qo'chqorni qattiq qimillashini yaxshi bilaman-da. Mana senga boyga yetgan ruletim. Ruletda nechta Yunus aka? Ruletda bir kunda bo'lmaydigan bir 10-15 ta solaman bu qozonga. Keyingi qozonga ham bir 15 ta solaman. Bittasi 1 kilodan oshiq chiqadi. Oho, Yunus aka, hammani to'g'rasiga shunaqa qilib berasizmi? Qachon o'zbekning yolg'on gapirgan? Mana shunday qilib beraman. Mana tayyor bo'ldi. O'g'il qizga to'y qilayotganlar kelaveringlar, xojonalar. Ana shunday qilib sizlarga mamnun qilib beraman.